Qizlar qaranglar, mana bunaqa shampunlar keldi. Ko'pchilik soch to'kilishiga vitamin anaqalar so'rashardi, nima tavsiya qilasiz deb. Mana shu soch to'kilishiga qarshi shampun. Masalan, men o'zim ham toqatim yo'q, maskalar, bir narsalar qilib yurganida, mana shunaqa shampunlar keldi soch to'kilishiga bular. Kimga kerak bo'lsa, mana ichida B kompleksi bor, mana biotini bor. Soch to'kilishiga qarshi shampun. Bu ham shunaqa. Amanovi kokosовое maslali shampun. Hidi вообще приятный, shunaqa zo'r. Bu sochlarni yumshatadi. Bo'yalgandan keyin sochlar sinib, xashay sifat bo'lib qoladi-yu, mana shunaqa sochlarni yumshatib, anaqa qilib beradi. Sochlarga uxudli shampunlar keldi. Nalichida bor, kimga kerak bo'lsa. Ikkiga mana bunaqa dezodorantlar bor. Bular lekin zakazga to'ralasi ham. Kimga kerak bo'lsa zakaz qilib beraman. Ichida spirti bor, yozda kunida terlatmaydi, hidi ham rosa приятный. Mana rozmarin, lavandali, anaqa rosa zo'r. Maza qilib ishlatasizlar. Dezodorant.